Xo'p, mana akalar, suvimiz bor, xudo xolisa. Mana bu yerga kirib kelish, mana bu yerda mana xonalar bor, xudo xolisa. Hamda ovqatlanadigan oz joylar, mana xudo xolisa sekin-sekin yo'q-yo'qlarni to'g'irlayapmiz. Mana bu yerga supalar qilinadi inshaalloh. Xo'p, ketdi mana qaranglar, mana. O'rdak xonamiz bu mana. Chotki bo'lgan mana. Shu chotki bo'lgan bu. Afshim zo'r ishlangan, mana qaranglar mana. Ko'ryapsizlar mana. Xo'p. 5 ga 5. Setka tegi beton qilingan, tegi mana kakbolojning mana tegi beton, setkani beton orasiga kirgiziladi. O'shani ko'pchilik so'radi. Shu nima chiya bo'rilib, nimalar kirmasligi uchun mana shunaqa qilsanglar zo'r bo'ladi mana. Ko'rsataman mana. Ko'ryapsizlarmi? Vobshe moshina bo'lgan. Orasiga kirgan beton orasi setkasi. Tak. Profil qilingan, balandligi mana tepaga biz setka qilganmiz biz. Endi kichkina joy bo'lsa setka qilsa moshni bo'ladi. Katta joy bo'lsa to'r qilasizlar. Mana ko'rdinglar akalar, xudo xolisa. Bu yerda vobshe endi zo'ri, hozir ko'rsataman. Eng zo'ri hammasidan ham. Mana ham bo'lgan. Mana qaranglar, mana suvning ustiga qilingan. Bu yerda endi addush ish bo'lgan bu yerda bor. Ustalar shunaqa ishlagan. O, nariyo tomoni ham yopilgan. Tog'a suvning orasi bor. Suvning orasigacha yopilgan. Ikki tomoni umuman mana. Suv o'tadi, musor nobod endi musor tozalab turiladi. Mana. Chotki qilingan mana. Mana. Bu o'rdak xonamiz akalar. Mana bu yo'q mana ponni axota qilgan joylar mana. Axotani yerlari mana yo'qlari ham. Bu o'rdak xonamiz mana bu yerdan chiqadi mana. Mana bu yerdan chiqib mana bitta ovqat-ovqatini, mana bu yerdan bo'lib turib nariyoqda kaklik boqmoqchimiz. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Mabodo ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Kelishib ishlayveramiz. Bizga xomiy kerak. Xomiy deganda mana shu hamma narsa tayyor, faqat shu qushni qo'yib boqamiz degan sheriklar kerak. Shartnoma bilan kakbolojniy dokumentlarni ishlaymiz. Xo'p, endi men fazanni ko'rsatay. Mana bu fazanniki mana. Bu fazanniki mana zo'r chiqqan vobshe. Baland bo'lib. Bu ham mana tegi beton. Mana tegi beton qilingan, chotki 2 qavat qilgan. Mamatgacha 2 qavat setka qilingan mana qalin. Tegida beton, ponni graylana beton. Mana ko'rdinglar, ponni beton. Mana. U ana zimnigi mana. Fazanni zimnigi ham bor akalar. Ana jo'jalarini boqib olishga yoki yo'q mana nimasi ham bor. Mana. Akalar, men buni nima ko'rsatyapman? Agar ishlaymiz deganlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Men o'zim shu yerdaman. Davlat ishxonamiz, davlatniki kakbolojni dokumentlarni betonlik qilingan mana. Dokumentinglar bo'ladi. Muhimi shu. Dokument hamma narsasi joyida. Bizdan mana valerga qaranglar, valer bizdan qo'rovul bor mana. Xohlasanglar o'zingizlarning odaminglarni qo'yib qo'yasizlar. Suv bor, muhimi shu. Svet bor, muhimi shu. Bitta gaz yo'q bu yerda. Aybi bitta gaz yo'q. Bu joyi adresi Nariyo Sirdaryo, Segizbayev, Oqqo'rg'onning oxirida. Xohlasanglar mana ishlaymiz Habibulloh, birga ishlaymiz deganlar bo'lsa aloqaga chiqinglar, men o'zim shu yerda bo'laman. Pastda o'zimning nazoratimda bo'ladi har bittasi. Har bitta qo'yilgan qushga javob beramiz biz. Qo'rovul bor, xohlasanglar o'zingizlarning odamini qo'yib qo'yasizlar, akalar. Mana joyimiz zo'r chiqqan. Prosta muammo nimada? Qushga biz shuncha rasxod qildik, qushga faqat pulimiz to'g'risi ajrata olmayapmiz endi. Shuncha rasxod qilib mana chotki qilingan hammasi. Faqat qush qo'yishimiz kerak. Bu yog'iga mana o'rdak, xohlasanglar mana bu yog'iga yarmini bo'lib turib kaklik qo'yilsa ham bo'ladi. Lekin kaklik ham qo'yish kerak bizatini. Kaklik, o'rdak shunda mana bu yoqqa mana fazan mana akalar. Mana bu yerda beda ham bor. U yerda mana beda ham bor. U tepaga chiqsanglar beda bor. Bemalol o'shani mana urib jo'jalariga, fazanlarga bersa ham bo'ladi. Qo'yib boqaman, qo'yib boqib qo'yaman degan o'ylagan zo'r variant akalar. Kelavringlar. Pastda nomer qoldiraman, o'zimning nomerim. Aloqaga chiqsanglar yana podrobniy o'tirib gaplashamiz, xudo xolasa. Mana akalar, chotki, xudo xolasa. Endi ozgina uborka ishlar bor, men bilan ozgina uborka qilib tozalab nimasini qilib qo'yamiz. Mana. Mana akalar, mana bitta mana. Mana. Ku tepada va pastda suv ham bor. Ko'l bor, suv bor, xohlasanglar. Baliq ham qilsanglar bo'ladi. Onasining unisiga ham ish bor, nima qilsak bor. Xullas baliq qilsa ham bo'ladi bu yerda. Ishlaymiz deganlarga, konkretni ishlaymiz deganlarga mana xudo xolasa variant. Pitovnik tayyor, mana kakbolojniy registratsiyadan o'tgan, ekologiya xodimlar mana temirdan qilingan, taxtadan emas, temirdan qilingan, registratsiyadan o'tkazilgan, hammasi chotki, dokumentlardan muammo yo'q, xudo xolasa.
qo'rqmay bemalol ishlab mana shuni ko'paytirib, keyinchalik yaxshi ko'paytirgandan keyin eksport importga ham ruxsatnoma qilib beramiz, xudo xolasa. Eksport importni ham qilsak bo'ladi inshaalloh. Mana mashindan hozir mana bemalol O'zbekistonning ichida bemalol olib ko'paytirib maqsad bo'ladi. Yana to'liq ma'lumotni pastda nomer qoldirdim. Aloqangiz qilsanglar o'zim nomerim, o'tirib gaplashamiz. Bemalol tushuntiramiz yana nima qilish kerak. Xullas o'sha gap, okalar. Valerov tayyor, dokument tayyor, qo'rg'ul bor, svet bor, suv bor. Faqat qush qo'yadigan odam kerak. Qushga pul tikib qo'yadigan odam kerak. Xohlasanglar o'zingizlarning odaminglarni qo'yib qo'yinglar. Muammo yo'q, ishlayveramiz. Ular bizning pitomnik tayyor, biz shuni yurg'izishimiz kerak. Qush kerak bizga. Ishlaymiz deganlar, okalar. Mana joy lekin chotki chiqqan bor. O'zim ish qilganman. Ponni ustalarning tepasida o'zim turib, o'zim qarashib, setkalarni o'zim tortganman. Suv bor okalar, qishin yozin. Ertaga yozda yana ko'payadi bu. Hozir pasaygani bu. Men suvni olib, men bu suvlariga tepasidan suv sepib, yozda ham zo'r tuxum olsanglar bo'ladi bu yerda. Mana okalar.